mustahkam, gap yo'q. Men aka loyihasiga yashayman o'zim. Zo'r. Siz qachondan beri ishlaysiz bu loyihalarda Xonso'roy bilan? Nima uchun bu loyihani tanlagansiz Xonso'roy bilan ishlash? Misol uchun boshqa joylar bilan ishlashingiz mumkin. Yo'q, mumkin emas. Chunki men Xonso'royni yaxshi ko'rganman, ana shu bilan ishlayman deganman. 2 yildan beri ishlaymiz. Biron marta bir nima bo'lgani yo'q. Zadeshka deydigan farq bo'lgani yo'q, hammasi zakoni zo'r. Ana shu uchun ishlaymiz. To'g'ri aytmayman-ku. Yo'q, qanaqa gapiryapman? Yo'q, четкий просто. Juda biz emotsiyada gapiryapmiz. Просто dimlanib kelganingizda просто. Umuman gapirolmayapti turadi, hozir Men portlanadi. gapirib keldim, o'zi gapiraman yana. Joningiz sog' bo'lsin. Men viloyatga o'zi birinchi marta chiqishim, Xonso'roy jamoasi bilan, hamma bilan chiqdik. Unga rahmat. Nimaga? Hamma ijodkorlarni birlashtiribdi-da. Bu ham bir zo'r fikr almashib nima qiladi. Bu ham bir nima deydi uni? Bizga bitta narsasi qiziq bo'ldi. Adashmasam, Xonso'roy birinchi bo'lib Navoiyda faoliyatini yuritgan to'g'ri. Shunisi qiziq bo'ldi, chunki birinchi o'sha imoratni qurgan joylarga kelib ko'ryapmiz. Haqiqatan zo'r gap. Ana zo'r, hamma xursand yuribdi. Yo'q, dasturxonlar bor, yeyib-icharilar bor. Bizning kayfiyatimiz yaxshi. Hammasidan taklif qilamiz. O'tinglar. Xonso'royni